Salom. Islomda ayollarni erkaklardan hurmat ko'rishlari uchun ro'mol o'rashliklarini eshitib qoldim. Ko'rdimki, ro'mol odamni betoqat qiladigan narsa. Nima uchun erkaklarning nafsini deb ayollar o'zlarini erkinlikdan mahrum qilishlari kerak? Nima kiyganlaridan qat'iy nazar hurmat ko'ra olmaydilarmi? Ro'mol haqida ma'lumot bera olasizmi va Hazrati Maryamda ham ro'mol bormidi? Xonim, sizni muqaddas kitobingizda, ya'ni Injilda Havoriy Pavelning aytishicha, ayollar boshini yopishi kerak. Agar boshini yopishni xohlamasa, u holda sochlarini oldirishi kerak. Bu sizning muqaddas kitobingizda yozilgan. Ayol boshini yopishni xohlamasa, sochini oldirsin. Agar sochini oldirish yoki qirdirish uyat hisoblansa, u holda boshini yopsin. Boshini ochgan ayol sochlarini oldirsin. Buni sizning muqaddas kitobingiz aytayapti. Shuningdek, ayollar cherkovda bir og'iz ham so'z ayta olmaydilar. Bu sizning muqaddas kitobingizning ko'rsatmalari. Ayollaringiz cherkovda sukut saqlasinlar. Ularga gapirish uchun izn yo'qdir. Va siz nasroniylar bunga ishonmayapsiz. Shuning uchun buzuqlikka sabab bo'lyapsiz. Amerikada, Nyu-Yorkda ayollar zulmatda xavfsiz emaslar. Kunduz kuni ko'chaning o'rtasida bir ayolga tajovuz qilishyapti va odamlar hech narsa qilmasdan o'tib ketishyapti. U insonlar o'tib ketayotib, qo'yaver, balki o'zi xohlagandir deyishyapti. Katolik cherkovlarida rohibalar qanday kiyinganini bilasiz, to'g'rimi? Hech kim ularga hirslanib qaramaydi va qarolmaydi ham. Agar Hazrati Isoning onasi Maryam bu yerga kelsa edi, hech kim unga qaramagan bo'lardi. Lekin singlim, sohildagi ichki kiyimlarda yurgan u ayollar, ana u kiyimlar odamning diqqatini jalb qiladi. Hatto men kabi keksa bir odamning ham. Sizlarga ochig'ini aytaman, agar u yerga borsam, ichim gurullab yonayotgandek bo'ladi. Haqiqatdan ham erkaklarning tabiati shunaqa. Tangri bizlarni shunday yaratdi. Bu hayoti dunyoda erkaklarning diqqatini eng kuchli jalb qiladigan narsa bu ayollardir. Buni bilasizlarmi? Qur'oni Karimda marhamat qilinishicha, erkaklarning ko'z tikkan narsalari ayollardir. Ya'ni birinchi bo'lib ayollar tilga olinyapti. Keyin farzandlar. Bilasizlarmi? Meni 11 ta farzandim bor. O'z futbol jamoamni qursam ham bo'ladi. Va bu meni g'ururlantiradi. 11 ta farzandim bor, ya'ni o'z jamoam demakdir. 3-o'rinda diqqatni tortadigan narsa tillo, kumush, go'zal otlar, chorvalar, ekin, bog'-rog'lar tilga olingan. Qur'onda birinchi bo'lib tilga olingan narsa bu ayollardir. Ya'ni ayollar bu hayoti dunyoda erkaklarning diqqatini tortadigan eng muhim narsadir. Va buni g'arblik do'stlarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Bilasizmi? Meni o'lkamda, mening shahrim Durbanda haydalgan yuk mashinalarini sotadigan bir shirkat bor. Ya'ni u mashinalar yangi emas, haydalgan mashinalar. Va yuk mashinaning ustidagi reklamada esa ichki kiyimda tasvirlangan bir ayol surati bor. Va G-Note'lar degan bir shirkat ham bor. Bu shirkat qishloq xo'jaligi texnikalarini sotadi. Bu shirkatning reklamasida esa traktorning ustida o'tirgan ichki kiyimdagi ayollar tasvirlangan. Men ham g'arbliklardan so'radim. Bu traktorning ustida o'tirgan ichki kiyimdagi ayollarning reklama bilan nima aloqasi bor? Ayollar erkaklarning reklamaga qarashlarini ta'minlaydi. Yana BMW rusumdagi avtomobil ham bor. Mercedesdan bir pog'ona past turishini aytishyapti. Lekin men uni olishni xohlamadim. Meni bir Volkswagen'im bor edi. Unda 120 ming mil yurdim va uni boshqa Volkswagen'ga almashtirishga majbur bo'ldim. Keyin yana almashtirdim. Keyinchalik zavod bu avtomobilni chiqarishni to'xtatdi va Golf chiqarishni boshladi. Men ham ulardan bittasini olishga majbur bo'ldim. Keyin yana oldim va yana bitta oldim. Ammo hamon BMW olishni xohlamasdim. Bir kuni gazetadagi BMW reklamasiga ko'zim tushib qoldi. Mashinaning oldida cho'milish kiyimidagi bir ayol o'tirar edi.
va ustiga buni hoziroq sinab ko'r deb yozib qo'yilgan edi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bular mashinani nazarda tutyaptimi yoki ayolnimi? Bu ayol go'zallik yulduzi ekan. Olishingdan oldin haydab sinab ko'r degan yozuvni qanday tushunish kerak edi? Qarang, bu o'zingiz tanlagan yo'l. G'arbliklar onalarini, ayollarini va qizlarini sotishyapti. Uning ayoli bir yulduz va ekranda qancha erkaklar unga suqlanib qarayapti. Va bunga shunchaki tomoshabin bo'lib o'tiribdi. Onalaringizni, ayollaringizni, singillaringizni ekranda bu shaklda erkaklarga tomosha qildirishni yoqtirasizmi? Bu sizga yoqyaptimi? Ayolingiz bir yulduz. Bu qanday xastalik? Allohga shukrki, bu xastalik biz musulmonlarga hali yuqmadi va biz bundan uzoq turishga intilyapmiz. Bu sizning hayotdagi zavqingiz. Sizni majburlashga hech qanday haqqimiz yo'q. Ammo ayta olamizki, olov bilan o'ynashyapsiz va buning javobini oxiratda albatta berasiz.